Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Zelenskiy Yevropa Ittifoqiga qarzlarni qaytarishni rejalashtirmayapti. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa Ittifoqiga Ukraina uchun rejalashtirilayotgan 90 milliard yevrolik kreditni, shuningdek boshqa har qanday mablag'larni qaytarishni mo'ljallamayotganini ochiq aytgan. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Mariya Zakharova ma'lum qildi. Avvalroq Bryusselda sammit bo'lib o'tgan edi. Uning yakuniga ko'ra Yevropa Ittifoqi vaqtincha Rossiya aktivlarini musodara qilishdan voz kechib, Ukrainaga o'z byudjetidan 90 milliard yevro miqdorida kredit ajratishga qaror qilgan. Zelenskiy Yevropa Ittifoqi tomonidan ajratilgan mablag'larni qaytarmasligini ochiq aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina qarzni faqat Rossiya go'yoki reparatsiya to'lagan taqdirdagina qaytaradi. Har qanday aql idrokli inson tushunadiki, Zelenskiy reparatsiya deb atalayotgan Rossiyaning qandaydir majburiyati sifatida taqdim etilayotgan narsa hech qachon amalga oshmaydi. Balki endi Yevropa Ittifoqi Bryusselga ularning o'zlari boqib olgan shaxs nima deganini eshitar. Balki ular tushunib yetar. Bu 90 milliard yevro va qolgan barcha kreditlarni ular hech qachon ko'rmaydi, dedi Zakharova ommaviy axborot vositalari uchun o'tkazilgan brifingda. Zakharova o'z fikrini izohlar ekan, Yevropa Ittifoqi qarzlarni natura tarzida qaytarish, ya'ni Ukraina yerlarini, ko'chmas mulkni, resurslarni, hatto fuqarolarni tirik yoki o'lik holatda topshirishni anglatishi mumkinligini aytdi. Shu ko'rinishda ehtimol ular nimagadir ega bo'lishar, ammo pul shaklida hech qachon. Eng qizig'i shundaki, Zelenskiy buni yashirmay, ochiqchasiga aytdi, deya qo'shimcha qildi Zakharova. Qirg'iziston sobiq prezidenti Atambayev barcha davlat mukofotlaridan mahrum etildi. Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayev amaldagi davlat rahbari Sadir Japarovning farmoni bilan respublikaning barcha davlat mukofotlaridan mahrum etildi. Bu haqda dushanba kuni jurnalistlarga mamlakat prezidentining matbuot xizmati xabar berdi. Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sadir Japarov 2025-yil 3-iyunda Bishkek shahrining Pervomay tuman sudi chiqargan hukmni ijro etish maqsadida farmon imzoladi. Unga ko'ra, Almazbek Sharshenovich Atambayev Qirg'iziston Respublikasining quyidagi davlat mukofotlaridan mahrum etilsin. Qirg'iziston Respublikasining eng oliy unvoni, Qirg'iz Respublikasining qahramoni, Manas ordeni 2-darajasi, Danaker ordeni, Dank medali, deyiladi xabarda. Shuningdek, Atambayevni mukofotlash to'g'risidagi buyruqlar bekor qilingani qayd etildi. Farmonga muvofiq, Qirg'iziston Bosh prokuraturasi huzuridagi sud ijrochilari xizmatiga belgilangan tartibda davlat mukofotlari va ularga tegishli hujjatlarni olib qo'yish choralarini ko'rish topshirildi. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev hokimiyatni o'z vorisi va yaqin safdoshi Sooronbay Jeenbekovga topshirgan edi. Biroq ko'p o'tmay sobiq prezident jamoasi a'zolariga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan edi. Atambayev sobiq prezident maqomidan mahrum etilib, bir qator og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etishda ayblangan. Atambayev bir necha bor o'ziga va tarafdorlariga qo'yilgan barcha ayblovlar siyosiy xarakterga ega ekanini ta'kidlagan. Qirg'iziston maxsus xizmatlari 2019-yil 7-8 avgust kunlari sobiq prezident Atambayevni poytaxtdan 20 kilometr uzoqlikdagi Qo'ytash qishlog'idagi qarorgohida qo'lga olish bo'yicha maxsus operatsiya o'tkazgan. Ular sobiq yetakchi tarafdorlarga qarshi maxsus vositalardan foydalangan. Atambayev tarafdorlari esa javoban o'q otgan. Sobiq prezident kuch ishlatar tuzilmalarga faqat to'qnashuvlarning 2-kunida taslim bo'lgan. Sog'liq saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, maxsus operatsiya natijasida 136 kishi jarohat olgan, bir nafar maxsus kuchlar xodimi halok bo'lgan. 2023-yil fevral oyida Qirg'iziston sudi Atambayevga davolanish uchun Ispaniyaga chiqib ketishga ruxsat bergan. Shundan buyon sobiq prezident Qirg'izistonga qaytmagan.
2025-yil aprel oyida Bishkek shahrining Pervamay tumani sudi Atambayevni jinoiy avtoritet Aziz Batukayevni ozod qilish ishi bo'yicha sirtdan aybdor deb topdi. Biroq jinoyat muddati o'tganligi sababli jazo tayinlamadi. 2025-yil iyun oyida esa sud Atambayevni Qo'ytash voqealari va boshqa bir qator jinoyat ishlari bo'yicha sirtdan 11 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etishga hukm qildi. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.